Go'zallarim, uy sharoitida hech qanday tarozilarsiz, faqat qoshiqda o'lchanib, baklashkada tayyorlanadigan panki tayyorlash mumkin ekanligini bilarmidingiz? Unday bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring, buni sizlarga o'rgatib qo'yaman. Baklashkamizga 3 dona tuxum, 2 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq asal solamiz. So'ngra ketidan 5 osh qoshiq qaynoq suv quyamiz. Agar asalingiz bo'lmasa, solishingiz shart emas. Va 5 osh qoshiq un, 1 choy qoshiq razrixetelni solib, bir xil massa holatiga kelguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Baklashkamizni qopqog'ini qizigan mix yordamida teshib olamiz. Go'zallarim, agar tavangiz yopishadigan bo'lsa, biroz yog'lab yuboring. So'ngra pankilarimizni pishirib olamiz. Agar pankilarga 1 dona plitka shokoladidan qo'yib pishirsangiz, mazasi o'zgacha chiqadi. Siz ham uy sharoitida oson tayyorlanadigan mana shu pankilardan farzandlaringizga albatta tayyorlab bering. Yurakchani qizartirib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bilasiz-a, ko'nglim ko'tariladi. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yosh farzandi bor dugonangizga bu videoni albatta jo'natib qo'ying.